Bemorimiz Azimov Rasuljon 1968-yillar Tojikiston fuqarosi, ikki tomonlama idiopatik koksartroz bilan murojaat qilishdi. 3-4 daraja oyoqlardagi harakatlar 3-daraja harakatsizligi bilan bemorimizni 4 oy oldin o'ng tomonlama quymich bo'g'imini total endoprotezlash amaliyotini o'tkazganmiz. Hozirda endi chap tarafga kelishdi. Chap tarafini total endoprotezlash amaliyotini o'tkazdiramiz. Operatsiya jarayonini qo'yib boramiz va operatsiyadan keyingi natijalarni qo'yib boramiz. Bemorga angilani dualis nimasini qo'yyapmiz. Mana keramika golovka qo'yyapmiz. Mana yuklatishiga hozir boshim ostida tushiramiz. Boshim ostida tushiramiz. Bu keyinchagi chiqib ketmaydigan darajada nima bo'ladi? Hozir golovkani yuklatishiga boshim ostida tushiryapmiz. Mana hozir ovozda tushadi. Yana bitta bo'ldi, tushdi. Ichiga tushdi. Mana hozir mana endi bu chiqib ketishi qiyin. Mana ichida aylanib yuraman. Mana keramika golovka mana ichida. Hozir shu nimaga qo'yamiz.